Shunaqangi shoirlar bo'lmasa shunaqa ashulalar bo'lmaydi. Shunaqangi qo'shiqlar bo'lishi uchun shunaqangi odamlar bo'lish kerak. Shunaqangi odamlar bo'lmasa shoir shunaqangi she'rlar yozmaydi. Shunaqangi odamlar bo'lmasa shoirning yozgan she'ri boshqa bu quruq dunyoga qizig'i yo'q. Shuning uchun sizlar omon bo'lingiz. Yigitlarimiz, qizlarimiz hamisha o'zlarini go'zalligini, iffatini yo'qotmasin. Shoir sizga qo'shiq yoqdimi? O'sha agar sizga yoqqan bo'lsa biz o'zimizni sal yengil his qilamiz. Bo'lmasa majbur bo'lamiz boshqacha aytishga. Rahmat. Bugun birinchi sahnada odamlar qoshida birinchi aytilishi o'zi bu qo'shiq. Bizni tilagimiz domlamiz Azimiy ko'p shunaqangi yangi qo'shiqlar bizga yozib beraversin. Biz aytaveraylik, sizlar eshitaveringlar. Qolaversa sizlardan talabimiz shuki, shoirni qiynab qo'ymanglar, azob bermanglar. Aytganini qilinglar. Zangar orman bag'rida mag'rur o'sgan oqqay senga keldim atayin kel qo'shig'im aytayin seni